Davom etamiz. O'zbekistonda o'tkir epidemik konjunktivit epidemiyasi, traxoma butunlay tugatilgan. Lekin endi yangi natijalarni niyat qilgan tadqiqotchilar stomatologiya institutida jam bo'lishdi. Xalqaro anjumanning asosiy ishtirokchilari yoshlar bo'lib, ular orasida ko'z kasalliklari yo'nalishida magistraturada tahsil olayotganlar, tayanch doktorantlar ham bor. Ularning barchasi o'zlarining ilmiy ish mavzulari bo'yicha tajriba almashish imkoniyatiga ega bo'ldilar. Davlati Belorussiya bilan hamda boshqa chet el mamlakatlaridan yosh olimlarni taklif qilib fikr almashsin. Bizning talabalar, bizning yosh olimlarimiz ham chet eldagi ularni tengdoshlari, yosh olimlar qanaqa ishlar bilan shug'ullanishyapti, qaysi mavzularni ko'tarib chiqishyapti, o'shalar bilan ham bahslash hamda o'rganish. Yosh olimlarni dokladini eshitdik, juda yuqori saviyada. Shu bilan birgalikda bizni yosh olimlarimiz ham ulardan qolishmasdan o'zlarini natijalarini mana hozir o'rtoqlashishyapti, juda chiroyli o'tyapti.